Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana ismim Alxon. Siz elektrik kanalidasiz. Do'stlar, bugun mana shu shitni boshdan oxirigacha terilishini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar. Kerakli, foydali maslahatlarni o'zlaringizga olasizlar degan umiddaman. Xo'p, savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yishlaringizni iltimos qilardim va podpiska bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz esa ishimizni boshladik. Xo'p, hozir mana kabellarni taxlash jarayonidaman. Nollarni nolga, fazani fazaga joylashtirib, blankalarni o'rnatib oldim. Do'stlar, shitni hamma har xil terar ekan. YouTube, Instagram platformalarida ko'rganimda odamlar shitni kabellarni birinchi izolyatsiyasini ochib, keyin mana bu orqa taraflaridan teshib, avtomatlarning orqa tarafchalaridan ingichka so'rlar bilan teshib kabellarni bitta-bitta olib kirib, shitni birinchi terib olib, keyin o'rnatishar ekan. Hamma har xil teradi, to'g'ri, lekin men u ishni noto'g'ri deb o'ylayman. Xo'p, mana shit terish uslubi mana shunaqa. Mana birinchi hamma kabellarni shitni ichiga olib kirib, shitni ichida izolyatsiyani ochib teraman. Shtobi hech qanaqa muammo, masala ertaga chiqqanda remont bo'lishiga hech narsaga xalaqit bermasligi uchun do'stlar. Xo'p, ishimiz davom etadi. Qarab turinglar. Hozir mana nolovoy shinaga nollarni ulash jarayonidaman. Kuzatib boring, marhamat. Mana nollar ham terib bo'rildi. Ana endi esa avtomatlarni blankaga o'rnatishni boshlaymiz. Marhamat. Aytib o'tmoqchimanki, bu yerda shitimiz 36 talik bo'lgan. Shuning uchun avtomat salgina kamroq gruppalar keragidan. Shuning uchun hozir o'rtaga olishga majbur bo'lganman va ikkita blankaga slabatoshni gruppalarini avtomatini joylashtirib, eng tepaga qatoriga esa neotключаемый teraman. Hozir o'rtadagi qatorni teraman, keyin pastini ham joylashtirib terib olamiz. Mana slabatoshni gruppalarni ham joy-joyiga ulab taxlab oldim. Ana endi esa neotключаемый liniya avtomatlarini joylashtirib, kabellarni, provod kabellarni ulab, uzollar joylashtiriladi. Uzollardan keyin gruppalarga tarqatish ishlarini ko'rsataman. Marhamat, tomosha qilib boringlar. Kuzatib kelayotganlar, sizlarga katta rahmat. Ishimiz davom etadi. Shu joyda aytib o'tmoqchimanki, pad напряжение ishlagandim. Qo'lim sal kamerani yopib yoki nimadir ko'rsata olmagan bo'lsam uzr so'rayman, chunki pad напряжение ishlaganim uchun sal ehtiyotkor bo'lib, qo'limni kattaroq ochib, nimadir qilib ishlagandim. Shunga aybga buyurmaysizlar. Rahmat. Xo'p, qaranglar, mana hozir men bu o'rnatgan narsam limiter, relay напряжение deyiladi. Bu nima uchun kerak? Ko'p odamlar bu narsani kerak emas deb bilishadigan narsa, lekin atiga 200 ming so'm turadigan narsa sizni o'yingizdagi kuyishini
Misol uchun televizorlaringizni kuyib qolishini oldini olish uchun juda ham kerakli narsa. Bu narsa skachok bergan vaqtida o'sha naprejeniyani kerakli darajasidan o'tib ketganda uydagi svetni o'chirib qo'yadi va kuyish taqdirida birinchi o'zi kuyadi. Juda ham ajoyib, zo'r narsa. Hammaga ham shu narsani qo'yishni maslahat berardim. Xo'p, mana bu qo'yadigan narsam esa Uzo. Uzoni kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Bilmaganlar uchun aytib o'tmoqchiman. Uzo qo'yilgan liniyada sizni tok ursa, shu avtomat tashlab yuboradi, sirazu. Sizni tok urmaydi emas, bir lahzaga uradi-yu, o'tib ketadi birdan. O'shani hisobiga siz почти hech narsani sezmay qolasiz. Liniya esa o'chadi. Juda ham ajoyib narsa. Lekin minus taraflaridan korotkий zamыканияni sezmaydi. Korotkий zamыканияni sezish uchun slopotочный avtomatlar va relay напряжение ham korotkий zamыканияni sezib, o'zi birdan ajratib tashlaydi. Uzo avtomatining yana bir ajoyib xislatlaridan biri bu kabellar devor orasida ochilib qolganda va tenlar suvga o'tkazib qo'yganda ham ajoyib ishlar beradi. Shuning uchun ham bu narsani qo'yishni juda ham ko'p maslahat berardim. Juda ham ajoyib narsa. Qulay, narxi ham yaxshi. Qo'yishlaringizni maslahat beraman. Xo'p, e'tibor berasizlar. Hozir Uzodan gruppalarga vitaminlarni tarqatishni boshladim. Va nihoyat mana shitni tugatib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu jarayon zamерение deb ataladi, do'stlar. Xo'p, bu jarayonda har bitta slopotочникdan kelayotgan nominal qarshilikni tekshirib olishimiz shart. Chunki kabellarda o'tachka bor, yo'qligini hamma narsani tekshirib olib, keyin avtomatlar yoqib pitaniya berilsa, juda ham manfaatga muvofiq bo'ladi, do'stlar. Xo'p, ana endi qarab turinglar, krishkasini joylashtirib, o'rnatib yoqamiz va shitimiz tayyor, xudo xohlasa. Do'stlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz nomerini yoz, o'zing reklama qil deb yozibdi, do'stlar. Xizmatlarim kimga kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z belgilaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Kerak bo'lsam aloqaga chiqaman, kerakli maslahatlarni beraman, do'stlar. Lekin o'zimni reklama qilishdan salbiy Hammaga rahmat tomosha qilganlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad, baraka bersin. Rahmat sizlarga kuzatib kelganlaringiz uchun. Omon bo'linglar.